Oxirgi kunlarda ishlarim biroz orqaga ketdi. O'zimni qandaydir holsiz his qilyapman. Avvalo, sog'ligim bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Buning ustiga ozgina e'tiborsizlik qilib, bitta hujjatga imzo qo'yganim boshimga balo bo'ldi. Bir hafta militsiya bo'limlari, turk mahkamalarida kunim o'tdi. Ijtimoiy tarmoqda men haqimda tarqalgan bo'lar bo'lmas xabarlar yuragimni siqdi. Ularga yomon fikr bildirmadim. Hammasiga kulib qo'ydim dedim. Telefonimni ovozsiz qilib qo'ydim. Hech kim bilan gaplashkim kelmadi. Faqat o'zim emas, orqamdan yugurgan yaqinlarim oldida ham hijolatga qoldim. Singlim Laylo, o'sha kuniyoq Anqaradan yetib kelgan, tutingan singlim Dilafruz boshqa xato qilmasligimni so'rashdi. Boshqa bunday ishlarga aralashmayman deb so'z berdim. So'z berdim-da, ammo har xil voqealar mening qarshimdan chiqaveradi. Ayniqsa, yordamga muhtoj taraf, mening o'zbegim bo'lsa, o'zimni to'xtata olmayman. O'sha kuni ahvolim yomonlashdi. Yaqinimdagi Kent kasalxonasiga bordim. Tahlillar topshirdim. Yo'lakda tahlil javoblarini kutib o'tirgandim. 50-55 yoshlardagi erkak qo'liga osilib olgan, ranglari oppoq oqarib ketgan ayol yonimdagi o'rindiqqa kelib o'tirdi. Turkiyada biz o'zbeklarni ko'rinishimizdan ajratish juda oson. Ayolga qarab, o'zbek ekan deb qo'ydim. Qarasam, ahvoli yaxshi emas. Yoniga bordim. Singlim, yordam kerakmasmi? Rahmat, hozir o'tib ketadi. Nima bo'ldi? Qayeringiz og'riyapti? Ayol indamadi. Og'riqdan labini tishlab, egilib qoldi. Yonidagi erkak suv olib kelaman deb ketdi. Darrov borib hamshirani chaqirib keldim. Hamshira kelib ayolga gapirdi. Fotima xonim, abortdan keyin bunday og'riqlar bo'lib turadi. Birpas o'tirib dam oling, o'tib ketadi. Yalt etib ayolga qaradim. Hali yosh ko'rinadi. 30 ga ham bormagan bo'lsa kerak. Yonidagi katta yoshli erkak erimikin. Bu yoshida bolasidan voz kechishiga nima majbur qildi ekan? Ayolni yelkasini siladim. Ismingiz Fotimami? O'zingizni qo'lga oling. Bu og'riqlar hozir qilgan gunohingiz uchun beriladigan javoblar oldida hech narsa emas. Koshki bu ishni qilmasaydingiz. Fotima negadir ayanchli jilmaydi. Javob berishga ulgurmadi. Erkak suv ko'tarib keldi. Menga boshdan oyoq razm soldi. Sen ham o'zbekmisan? Ko'zlaring chiroyli ekan. Fotimaning yonida hech tortinmay menga gap otgani uchun ensam qotdi. Fotimaga yuzlandim. Qayerda yashaysiz? Inoni mahallasida. Men Halqali markazidaman. Yaqin ekanmiz. Telefon raqamimni yozib oling. Yordam kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Fotima raqamimni telefoniga yozib olar ekan, erkak ham surbetlarcha o'zining telefoniga qayd qilayotganini ko'rib qoldim. Befarosat. Rosa senga javob beraman-da. Fotima zo'rg'a o'rnidan turdi. Eshikdan chiqar ekan orqasiga qayrilib qaradi. Ko'zlaridagi mungni ko'rib seskanib ketdim. Yana boshqa tashvishlar bilan Fotimani unutdim. 2 kun oldin o'zi yozib qoldi. Opa, yaxshimisiz? Men Fotimaman. Fotima, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Hech holim yo'q. Uy ishlariga kuchim yetmayapti. Ish qilmay turing. Anavi yoningizdagi olifta 1-2 kun qarashib tursa hech narsa qilmaydi. U erim emas. Tushunmadim. Vaqtingizni olmayapmanmi? Yo'q, gapiravering. Opa, men bu kunlarga tushishimga o'zim sababchiman. Juda katta xato qildim. Juda yosh edim. 18 yoshimda sevib qoldim. Ko'zim undan boshqa hech kimni ko'rmas edi. Yillardir qandaydir dushmanlik sabab
Bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q oilalarimiz bizga qarshi chiqishdi. Biz qochib ketdik. Bizni topishganida 3 oylik homilador edim. Dadam mendan osongina voz kechgan bo'lsa-da, el yurtdan uyalib, quda taraf bilan kelishib qo'l uchida to'y qilib berdi. Baxtdan osmonlarda uchib yurgandim. To'yning 2-chi kuniyoq uchib yurgan yuksaklikdan yiqildim. Oila meni yaxshi qabul qilmadi. Qaynonam mendan nafratlanar, bir og'iz shirin so'zni ravo ko'rmasdi. Og'ir oyoqligimga qaramay, eng og'ir ishlarni qilishga majburlardi. Kunlardan birida Turkiyada ishlaydigan qaynopam keldi. Qoshlarini chimirib gapiradigan bu ayoldan qo'rqardim. Ilk kunlari qaynonam bilan pichirlab nimalardir deb yurishdi. O'sha kuni shunaqa qurut yegim keldi. Qaynonam va qaynopam uxlab yotishgan edi. Mahalladagi do'konga chiqib keldim. Qaytib kelsam erim kelgan ekan. Qaynopamning qo'lida mening telefonim bor edi. Hey yo'q be yo'q, erim meni do'pposlay ketdi. Keyin bilishimcha, noma'lum raqamdan menga SMS kelibdi. Men ham o'sha inson bilan ko'rishishga chiqib ketibman. Qaynopam menga tuzoq qurganini bildim. Lekin erimni ishontira olmadim. U butunlay mendan sovudi. Do'ppaygan qorni bilan kim bilan uchrashadi deb o'ylab ham ko'rmadi. Yangi kelinligimdayoq suyuq oyoq nomini oldim. Uyimga ham qayta olmayman. Dadam tiriklay ko'madi meni. Surunkali stress, zimmamdagi eng og'ir ishlar bolamning o'lik tug'ilishiga sabab bo'ldi. Bunga mendan boshqa kuyingan odam topilmadi. Ayam kasalxonaga ko'rgani keldi. Qismating ekan qizim, bir umrga yetadigan xato qilding, deb yig'lab ketdi. Oradan bir oy ham o'tmadi. Qaynopam yoniga o'tirg'izib gapirdi. Men bilan Turkiyaga keting. 1-2 yil ishlab kelasiz. Ungacha ukam ham bo'lgan voqealarni ancha unutadi. Hamda 1-2 so'm bilan kelsangiz ko'ngli yumshaydi. Baribir erim yubormaydi deb o'ylagan edim. U esa beparvo qo'l siltab qo'ydi. Shunday qilib Istanbulga kelib qoldim. Bu oilaga qaynopam ishga joyladi. Siz yonimda ko'rgan erkakning ayoli avariyadan keyin to'shakka yotib qolgan. O'zi harakat qila olmaydi. Ammo tili juda yaxshi ishlaydi. 1 yildan ortiq ishladim. Maoshimni qaynopam olib uyga yuboradi. Bir tiyinini ham ko'rmayman. Uy egasi bilan shunaqa kelishishgan ekan. Turkchani o'rganib oldim. Uy ishlariga ham ko'nikib ketdim. Dadamning vafoti haqidagi xabar meni yiqitdi. Ezilib yig'ladim. Dadamning oyoqlariga yiqilib uzr so'rashga ulgurmadim. Kunlardan birida uy sohibasi kasalxonaga yotdi. Ertalabdan kechgacha yonida bo'laman. Oqshom uyga kelib yotaman. Bolalar o'qishlari bilan ovora. Menga ajratilgan xona 2-qavatda edi. Ertalab kasalxonaga ketish uchun tayyorlandim. Kech qolsam ayolning jahli chiqadi. Birdaniga 2-qavatga eri chiqib keldi. Uydan tillalar yo'qolganini aytdi. Men ko'rmadim dedim. Erkak xonamga kirib hamma yerni tekshira boshladi. Yostig'im ostidan bitta uzukni olib ko'rsatdi. Bilgan edim, sen olgansan. Hozir politsiya chaqiraman. Jon aka, tuhmat qilmang. Men olmadim. Olsam yostig'im tagiga qo'yarmidim. Rosa yalindim. Yig'lab yolvordim. Erkak o'zicha rahmi kelgandek bo'ldi. Kechqurun gaplashamiz deb meni kasalxonaga tashlab ketdi. Kechqurun esa bolalari uxlagandan keyin tap tortmay xonamga kirib keldi. Mayli, politsiyaga bermayman. Faqat 1 yil tekinga ishlab berasan dedi. Men tekinga ishlasam, qaynopamdan baloga qolishimni aytdim. U menga ayyorona boqdi va shartini aytdi. O'sha kuni iflos,
jirkanch maxluqqa o'zimni topshirdim. Bu voqealarga ham 3 oydan oshdi. O'sha kundan beri ba'zan yarim kechasi, ba'zan tongga yaqin xonamga bostirib kiradi. Homiladorligimni bilib paytavasiga qurt tushdi. Xotinidan o'lgudek qo'rqadi. Yashirib kasalxonaga olib borib keldi. Fotima, ertagayoq ustidan yozib berasiz. Men elchixonamizga xabar beraman. Bu jinoyat. Qiymatingizni bilmasangiz, hamma sizni xo'rlayveradi. Yo'q, opa, yo'q. Iltimos, gap oramizda qolsin. Bular o'rtaga chiqsa, qaynopamni tili o'sadi. Dadam-ku isnodni ko'tara olmadi. Onam ham meni deb ajalidan avval o'lmasin. Sizga aytib yengilladim. Bu holga tushishimga o'zim sababchiman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Hamma ham xato qiladi. Muhimi xatoni takrorlamaslik. Bir kun kelib, hammasi ayon bo'lganda haqiqiy aybdor bo'lib qolasiz. Mayli opa, men aytmadim, siz eshitmadingiz. Fotimani qanday qutqarsam bo'larkan deb boshim qotdi. Kecha oqshom begona raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Alo, eshitaman. Salom, men Ahmedman. Qaysi Ahmed? Kasalxonada ko'rishgan edik. Avvaliga erkakni urishib tashlamoqchi bo'ldim. Birdaniga miyamga bir fikr keldi. Senimi, shoshmay tur, dedim. Yaxshi gaplashdim. Uni ham tingladim. Nima emish, xizmatchisi Fotimani yigiti bor emish. Undan bola orttirib olibdimish. Bu vallomat esa unga yaxshilik qilibdimish. Kasalxonada menga mehri tushgan emish. Ko'zlarim unga osmonni, keng dengizni eslatar emish. O'sha kundan beri uyqusi kelmayotgan emish. G'azabimni yengib gaplashdim. Men sen o'ylagan arzon ayollardan emasman. Senga qimmatga tushaman. Senga dunyolarni hadya qilaman. Eng yaxshi ko'rgan narsang nima? Tilla. Tillani yaxshi ko'raman. Tilla sendan aylansin. Mahallangni yaxshi bilaman. Qaysi uyda turasan? Manzilni ham bilib oldim. Ertaga gaplashamiz deb xayrlashdim. O'zimdan jirkansam ham bu ishni oxiriga yetkazish uchun chidashga qaror qildim. Erkak ko'p kuttirmadi. WhatsAppdan 10 tadan ortiq tilla taqinchoqni rasmini yubordi. Xohlaganingni tanla, ertagayoq qo'lingda bo'ladi, debdi. Bu yo'qolgan tillalar ekanligiga amin edim. Ertalab ularnikiga qarab ketdim. Yo'l-yo'lakay tilla taqinchoqlarni rasmini chiqarib oldim. Qo'ng'iroqni bosdim. Eshikni ochgan Fotima meni ko'rib qotib qoldi. Orqasidan xotinboz ham ko'rinish berdi. Ko'zlarini katta ochib yaqinlashdi. Qo'limdagi rasmlarni ko'rsatdim. O'yin tugadi. Endi kartalarni ochsak ham bo'ladi. Kelishamizmi yoki politsiya chaqiraymi? U xavotirlanib ichkariga bir qarab oldi. Pastga tushinglar, orqangizdan tushaman, dedi. Ko'chaga chiqishimiz bilan hansirab yetib keldi. Men aqlli ayollardan uzoq yurardim. Ulardan birisan deb o'ylamabman. Ko'rib turganingdek ahmoq emasman. Nima xohlayapsan? Fotima men bilan ketadi. Aslida shikoyat qilishim kerak edi. Lekin xotiningni o'zi 10 ta politsiyaga dars beradi shekilli. Endi gap bunday. Fotimaga bugunni o'ziga bilet olasan. Orqasidan gap so'z chiqarmaysan. Aks holda qo'limdagi dalillar senga qarshi ishlaydi. Ancha tortishdik. Internetdan bilet sotib oldik. Ungacha Fotima narsalarini yig'ishtirib tushdi. Ketishga chog'langan edik. U yana surbetlarcha kuldi. Ko'zlaring rostdan ham chiroyli, dengizga o'xshaydi. Tfu, basharang qursin. Uyga kelib choy ustida suhbatlashdik. Fotima hayajonda edi. Endi nima qilasiz desam, onamdan borib uzr so'rayman dedi.
birgalashib onasiga qo'ng'iroq qildik. Fotimani onasi Feruza opa meni ko'rib tanidi. Sabo qiz, sizni yaxshi taniyman, kuzatib boraman. Qurbon bo'lay, Allohim o'zi chevar. Shu qiz bilan gaplashsam derdim. Sababni qarang, uchrashib turibmiz. Bo'lgan voqealarni Feruza opaga qisqacha tushuntirdim. Oxirida qo'shib qo'ydim. Fotimani siz tuqqansiz, orzu havas bilan katta qilgansiz. Xato hammamizda ham bor. Uni qurtlarga yem qilib qo'ymang. Orqasida tog'dek turing. Bizning ayolligimiz aybimiz emas, aksincha yutug'imiz bo'lishi kerak. Men ham qizimdan kam sitam ko'rmadim. Dadasi rahmatli, o'lgunlarigacha seni qizing deb kamsitdilar. Odamlar nima derkin deb umrim o'tdi. Endi menga baribir. Kim nima desa desin. Tor qornimga siqqan, keng uyimga ham sig'adi. Tirik ekanman, hech kim qizimga zarar bera olmaydi. Fotima bilan bugun aeroportga chiqdim. Bir hafta avval taniganim, ko'zlari mungli, har narsaga hadiksirab, cho'chib qaraydigan qizdan asar ham qolmadi. Ko'zlari kulganda chaqnab ketadigan Fotimani o'zi boshlamoqchi bo'lgan yangi hayot sari kuzatib qo'ydim. Hayot juda qisqa. Qalblarni parchalash bizga yarashmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.